Салом! Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – порядок слов в предложении. Bugungi mavzuyimiz gapdagi so'zlarning joylashish tartibidir. Gapdagi so'zlarning joylashish tartibi quyidagicha. Demak, порядок слов в предложении ikki xil bo'ladi. Bular прямой, oddiy, to'g'ri deb aytamiz. Bu prямой порядок asosan so'zlashda, matnlar tuzishda ishlatiladi. Bu juda ham qulay. Hamda обратный порядок, teskari joylashishi. Bu asosan badiiy adabiyotda, badiiy uslubda, she'riy qofiyalashda, hikoyalar tuzishda ishlatiladi. Biz asosiy so'zlashish davomida прямой порядок slovdan foydalanishni o'rganishimiz kerak. Demak, прямой порядок slov quyidagi tartibda joylashiladi. Masalan, kniga lежит на полке. Ega, kesim hamda hol. Joylashish tartibi egadan keyin kesim keladi. Hol esa gapni boshida, o'rtasida hamda oxirida ham kelishi mumkin. Ikkinchi misolni ko'rib chiqamiz. Staraya kniga lежит на полке. Eski kitob polkada yotibdi. Bu yerda kniga so'ziga staraya bog'langanligi uchun gapda ega vazifasini staraya kniga bo'ladi. Lежит degan kesim, na polke hol bo'ladi. Xuddi shu tarzda siz matnlarni tuzishingiz mumkin. Hol, to'ldiruvchi nimalar ikkinchi darajali gap bo'laklari hisoblanadi. Endi sizlar bilan so'roq gaplarni o'rganamiz. Qanday so'roq gap tuzish mumkin? Вопросительные предложения. Ushbu rasmga qarab, demak, so'roq gap tuzib ko'ramiz. Demak, birinchisi. Что lежит на полке? So'roq so'zi gapni boshiga kelib tushadi. Что lежит на полке? Endi xuddi shu so'roqqa javob tariqasida berishimiz mumkin. На полке lежит kniga. Mana kniga, что savoliga kniga javob bo'ladi. Endi keyingi misolni ko'rsatib o'tsak. Какая kniga lежит на полке? Qanday kitob polkada yotibdi? Какая so'roq so'zi gapni boshiga qo'yiladi. Xuddi shu so'roqqa quyidagicha javob qilinadi. На полке lежит старая kniga. Endi nimani mavzuni tushungan bo'lsangiz, demak, birgalikda mashqlarni bajarib ko'ramiz. Mashqlar quyidagicha bo'ladi. Sizga tarqoq holatda so'zlarni joylashish tartibini buzilgan holatda beriladi. Siz esa buni to'g'rilab qo'yishingiz kerak. Образец. Misol keltirilgan. Сидит в аудитории кто? Mana endi buni so'roq gap tuzasiz. Кто so'roq so'z boshiga chiqdi, keyin fe'l qo'yiladi, keyin в аудитории. Кто сидит в аудитории? Xuddi shu tarzda qolganlarni bajarasiz. Диалог абитуриентов. Привет! Ой, привет, как дела? Отлично, куда идешь? Я иду сдавать документы в институт, а ты? Ой, я тоже иду сдавать документы. В какой институт ты хочешь поступить? В медицинский, а ты? Я тоже медицинский, но на факультет фармации. Ой, как хорошо. Ты знаешь,
Я больше всего изучала химию. А я, наоборот, изучала биологию. Конечно, ты же будешь работать с людьми. Да. Ну ладно, пошли вместе будем сдавать документы. Ага. Пошли тогда. Удачи тебе и мне. Mana, demak mavzu bilan tanishib chiqdingiz, dialogni tomosha qildingiz, o'zlashtirgan bo'lsangiz, darslarimni kuzatib boring. Xayr, до свидания.